Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Bugungi darsimiz Excel dasturida xuddi Word dasturi kabi jadvallar chizish. Endi savol tug'ilishi mumkin. O'zi Excel jadvallardan iborat bo'lgan bo'lsa, nima uchun unga jadval chizish kerak degan bo'lsak, sababi yangi fayl ochib olaylik. Xizmat ustidagi kniga. Yangi fayl ochildi. Kataklari bo'lgani bilan Excelda o'sha pechatga bergan vaqtda ba'zida xira ko'rinib qoladi, ba'zida ko'rinmay ham ketadi. Shuning uchun xuddi jadvalni Wordlar kabi chizib olsak, yaxshi ko'rinishda ajralib turadigan jadval bo'lishi mumkin. Aniq misollarda ko'rsataman. Bizga misol uchun 10 ga 10 bo'lgan jadval kerak bo'lsa, ya'ni 10 ta ustun, 10 ta qatordan iborat bo'lgan. Shuning uchun mana shuni belgilab olaman. 10 ta jigacha kelsak, 10 ta ustun bo'ladi. Bu chegaralarni chizib olishimiz kerak. Mana bu tugmachaga kelib turib, se granitsani bosamiz. Mana bizga jadval chizib berdi. Xo'p, bu yerda svet liniya haftani qo'yib qo'yaylik. Hammasi qora rang o'tdi. Xo'p. Agarda ekran razmerini to'g'rilamoqchi bo'lsalaring, mana masalan menda hozir 115% bo'lib turgan bo'lsa, sizlarga ekran udobno ko'rinish yoki anaqa uchun Ctrl plus rolik sichqonchani roligini aylantirishlaring kerak. Aylantirsalaring o'zlaringga kerakli razmerni tanlab olishlaring mumkin. Mana masalan menda hozir udobno 175 gradus udobno ekan. Foiz. Xo'p, mana jadvalimiz chizib oldik. Hamma chegaralari bo'lgan. Endi mana birinchi qatorda ko'pincha nomer ketadi. Shuning uchun mana Wordda qanaqa qilishni bilasizlar, Excelda mana quyidagi usuldan foydalangan yaxshiroq. 1 2 yozasizlar. Keyin ana kichkina to'rtburchakka plus paydo bo'lgandan keyin bunda tortasizlar. Mana 11 ta bo'lgan bizga chizib berdi. Endi mana bu B ustunni qaraydigan bo'lsak, masalan uchun familiya yozmoqchi bo'lsak, kengroq bo'lish kerak. Masalan Abdurahmonov deb yozaylik. Abdurahmonov A bo'lsin. Mana sig'may turibdi. Buning uchun nima qilish kerak? Ana ustunga kelgandan keyin ikki tomonga qaragan strelka paydo bo'ladi. O'shani tortamiz, ikki tomonga qarab, xohlasang keyin ana kengaytirish, kichraytirish mana shu yerdan bo'ladi. Bundan ham uzun familiya chiqib qoladigan bo'lsa, bundoq kengaytirib olaverasizlar. Hozircha mana shuncha yetadi bizga. Mana xatolar ham xuddi shunaqa. Joyiga keltirib qo'yaman. Buning uchun Ctrl Z ni bosaman. Mana Ctrl Z ni bossam joyiga kelib qoladi. Yani xato qilib qo'ysalaring plus Z tugmachasini bosish kerak. Shunda orqaga qaytaveradi mana masalan. Endi mana bu ustunlar ham kengaytirish kerak bo'ladi ba'zida kichraytirish kerak bo'ladi. Ba'zida umuman katta qilish kerak bo'ladi. Ba'zida bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bir xillashtirish uchun har xil bo'lib ketgan bo'lsa, mana belgilaymiz.
blokka olamiz deyishadi. Xo'p, shirinasi topsa, ya'ni ustun kengligini bosamizda, misol uchun 10 deydigan bo'lsak, hammasi bir xil bo'ldi. 10 kenglikda bo'lgan. Xuddi shunaqa qatorlarni ham mana kirib turib, satani bosdim, misol uchun 15. 15 emas. Misol uchun 20 qilaylik. Yigirma kerak emas, shuning uchun Ctrl Z bosaman, orqaga qaytadi. Endi ba'zida ikkita katayni birlashtirishga to'g'ri keladi. Misol uchun B1 va E1lar birlashtirib yuborish uchun объединить поместить центре degan tugmachani bosishimiz kerak bo'ladi. Mana bo'ldi, ikkita katay birlashdi. Yoki ustunlarda ham mana shunaqa. Shuni bosamiz, mana ustunlarda ham. Biz familiyani to'g'risiga kelib qoldi, ba'zi jadvallarda bunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu jadval ustiga bitta qator qo'shib yuboramiz. Shuning uchun mana o'ng tomonni bosib turib stavitni bosamiz. Senga nima qator kerakmi, ustun kerakmi deyapti. Biz albatta qator tanlaymiz. Ustiga yana bitta qator belgilab qo'ydi, lekin chiziqlari yo'q. Mana shunaqa buni ham belgilab turib segranitsani bosib qo'yamiz. Bunda ham xatolar bor. Mana masalan 4 yacheykanı ham birlashtirib yuborsak bo'ladi. Mana bu joyga yana biron nima yozish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi ba'zida chiziqlar rangini boshqa rangda qilish uchun xo'p, bunga kelamiz. Svet liniya degan joyi bor. Belgilab qo'yadigan bo'lsak, hammasi mana shu rangga o'tdi. O'zini rangiga qaytarish uchun o'sha svet liniyaga boramiz, mana aftani bosib qo'yamiz. Joyiga qaytadi o'zini. Bo'ldi. Qalamni o'chirish uchun mana bu yacheykada bir marta bosib yuboramiz. Siz shu bilan anaqa bo'ladi. Xo'p, ustun qo'shish uchun mana bu joyga kelib, mana stavit degan joyga kelib, stavit stolsa degan joy qo'shamiz mana. Xuddi mana shunaqa hosil bo'ladi. Yana ikkinchi ustunni qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bunga chegara chizib qo'ysak bo'ldi, kifoya mana. Buning uchun hammasini belgilashimiz kerak edi. Ikkinchi bo'lma. Bemalol to'ldiraversa bo'ladi. Yacheykalar, masalan, keyingi darsimizda yacheykalar bo'yash, asosan qanaqa jadval berilganiga bog'liq. Xohlagan jadval chizish mumkin Excelda ham, faqat o'shani oldindan ko'rib olish kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shu bilan yakunlandi. Kommentariya, like, ayniqsa obuna bo'lishni unutmang. Obuna juda ham kerak bo'lyapti. Bugungi darsni tomosha qilganlar uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.